Assalomu alaykum ahli guruh Shopir akalar. Sizlarga ozgina bo'lsa-da foydali ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Bugun ustani oldiga keldim. Usta bilan uchrashib, xo'p, Hyundai Porter bilan Kia Bongo haqida savol-javob qilamiz. Kimgadir manfaatli bo'ladi. Boshladik. Xullas, Kia Bongo bilan Hyundai Porter haqida, masalan, mana shu yuk mashinalar, mana ko'rib turganlaringdek. Xo'p, shu mashinalarga hozir bu bola ustasi, motor sohasida, motor, korobka, galovka, xullas shu sohada usta. Xo'p, qarang. Birinchi o'rinda bu mashinalarni xo'p, motor sohasida ponni remont qilaverasiz o'zingiz-a? Hamma nima ishlaydi? Xo'p, yog' yesa, parchisa tutasa, misol uchun. Endi qarang. Eng hadovoy motor qanaqa motor bo'lyapti bu mashinalarga? Hop, hozirgi kunda asosan Genesis motorlar chiqqan. Hozirgi eng oxirgi qo'yilayotgan motorlar. Hozir endi shu yilgi trendga chiqib turgan motorlar Genesis. Hop, buni 2 litr turbinali varianti bor. 308 atmosferli varianti bor. Ana ikkalasi hozirgi kunda qo'yilayotgan motorlardan biri bo'lyapti. Bundan oldingi trenddagi motorlarimiz Starex motor bo'lgan. Buni o'zi bu Shopir, buni men Shopirlar hammasi biladi, Starex motorni. Starex motorlar qo'yilgandan oldin. Undan keyin o'sha Santa Fe, Mercedes motor chiqqan. Hozirgi kunda Genesis motorlar qo'yilyapti. Yana qarang, savol mana. Birinchi savol. Shopirlardan ko'p savol keladi, kommentariyalarda ko'p o'qiyman yo telefon qilib so'rashadi. Shu savollardan endi ko'pchiligiga javob bo'ladi. Qarang. Xo'p, bu mashinalar aslida zavoddan salarka holatda ko'p chiqadi. Masalan, dizel holatda 126 degan motor bor, 133 motor bor. Bular o'zi qanaqa motor? Salarka motor, to'g'rimi? Buni gazga o'tib olinadi. Gaz bo'ladi. Xo'p, bunda qanaqa muammo bo'ladi, qanaqa ko'p buzilish bo'ladi? Shular haqida aytsangiz ko'pchilikga foydali bo'ladi. U motorlarga o'zi qancha yuk ortish kerak? Bu motorlar keyin yana savol bo'lgan. Xo'p, o'sha 126, 133 salarka motorlar gaz qilib olinadi, metanda yuriladi. O'shani propanda qilsa bo'ladimi, propanda yursa bo'ladimi degan savollar tushdi. Shularga javob bersangiz. Xo'p, 26, 23, 33 motorlar shu holatda dizel bo'ladi. O'zbekistonga kelgandan keyin avzatini metanga o'tib ketadi motorlar. Xo'p, bu motorlar ham bir o'rnashib qolgan motor, o'rnashib qolsa zo'r bo'lsa, yuraveradi 2 yil, 3 yil, ochilmay tayinmasa yuraveradi. Endi nechta tonna yuk yuklasa, masalan, og'ir yuklab olsa ham. Endi asosan bu mashinalarga 2 tonna yuk yuklashadi, o'rtacha 2 tonna. Undan oshiqqa undan oshdimi, mashina motor tomonidan ham, hadovoy tomonidan ham, balon tomonidan ham muammo qilish boshlaydi. Hatto iloji bo'lsa 2 tonna shu. Perivalga olib chiqaradi. Perivalga bemalol chiqadi. Turbinali hisobiga perivalga ham zo'r chiqadi. Gaz qoladi. Xo'p, minus tomonlari yozgi kunida qizishi balandroq bo'ladi. Sababi dizel motorni grasi pastroq bo'ladi. Bu shunga moslangan motor bo'ladi. Galopkalar, alyuminlari. Endi unga gaz qo'yib qo'ygandan keyin gazi grasi dizelga nisbatan balandligi uchun yozgi kunda tez uni ham galopkasiga yorib qo'yish ehtimoli ko'proq. Ko'p buziladi galopka tomoni. Galopka tomoni tez yorib qo'yadi, suv rasot bo'ladi keyin. Xo'p, ikkinchi minusi turbinasi tez отказ qilib qoladi. Unga sabab bunga ham o'sha gaz qilingani uchun. Dizel holatda bu turbina umuman muammo qilmaydi. Gaz qo'yilgani uchun gradus baland, yog' suyulishini hisobiga turbina qizib ketadi. Ko'p отказ qo'yadi shu hisobiga. Ko'p buzilib qoladi. Ko'p buzilib qoladi. Endi o'sha turbina buzilganda yuraveradimi mashina yo yurmaydi? Turbina откazsi orqadan tutun chiqish boshlab qoladi. O'zi bilintiradi, yurishdan avtolib rasot qilib yuboradi. O'zi bilinadi rasot qilgani. Xo'p, qarang, masalan, bittasi o'sha Portermi, Bongomi olgan salarka holatda 126mi, 133mi shunaqa. Endi uni gazga olib o'tish uchun siz oldingizga olib keladimi yo boshqa gazga olib boradimi? Ya uni motoriga olib boradi. Sizga olib keladi. Motoriga olib keladi. Motorni ochib, unga switchlar o'rnatiladi. Lasetti bo'lsa Nexia kompyuter o'rnatiladi yurgizgani. Porshelarni o'yiladi chuqurlashtirib. Gazga moslab. Gazga moslab. Polnikda chachib, undan yig'iladi. Qanchagina xarajati bor. Agar salarka holatda oladigan bo'lsa, uni iloji bor. Salarka holatda u motorni sotib turib, salarka holatda sotilsa, qimmat narxga ketadi. O'rniga qaymasdan turib, motor ochmasdan. O'rniga benzinli motor qo'yib yuborgan yaxshi. Uni taymasa, chunki tayib qo'ygandan keyin motor narxi tashab yuboradi. Dizel holatda yurib turgan bo'lsa, narxi baland ketadi. Ya'ni ustma-ustga benzinli motor olsa ham bo'ladi. Mana hozir sizni tushunishim bo'yicha, qaranglar. Birorta odam Bongomi, Portermi olmoqchi bo'lsa, oldi ham deylik, salarka holatda turibdi motor. Yangi motor ochilmagan. Endi uni gazga olib olmoqchi. Endi ustaning maslahati o'sha motorni gazga olib o'tish uchun ustaga olib keladi, usta ochib, chachib boshqatdan yig'adi, u narx tushib ketadi. Uni o'sha motorni ochmasdan, tegmasdan o'sha motorni salarka holatda sotib olib deyapti. O'rniga birorta benzinda yuradigan motor moslab qo'ydirsa, o'sha yaxshiroq yuradi. Qish kuniga ham benzin ham yuradi, gaz ham yuradi. O'sha Shopirga qulay bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. O'sha motorni propanga olib chiqsa qanaqa bo'ladi deb ko'p
savol berishdi menga. Masalan, o'sha 126, 130 shunga o'xshash заводской salaka motorlarni propanga olib o'tsa qanaqa bo'ladi dedi. Shunga bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, buningcha propan olib o'tsa bitta endi 50-50 bo'ladi. Qattiq nagruzka demida bo'lmay qoladi. Sabab propan yonish kuchli uchun bu 26-33larda po'shina ishlanganmi? Po'shinlarni eritib qo'yish ehtimoli ko'proq. Buni propan qo'shish maslahatini bermayman. Motorni tugatib qo'yish mumkin. Propan qo'ysa. Xo'p, qarang endi yozda xo'p galopkasini yorib qo'yish ehtimoli bor dedingiz. Metanga olib o'tganda o'sha salaka motorlar. Endi misol uchun xo'p unda masalan oq tutun chiqadi, shunaqa belgilari bo'ladi. Endi taxminan qancha xarajat ketadi? Shunga ham savol berishganda, meni galopkam yorilib qoldi shekilli, prekatga qo'yib yubordi shekilli, shunga qancha rasxod ketadi? Usta haqqisi bilan qanchaga tuzatishim mumkin degan savollar bo'ladi. Shunga bir javob bersangiz. Xo'p, mana navoda endi tutash paydo qolgan bo'lsa boshqa bo'lsa, xo'p endi galopga ko'tariladi. Bunga usta xizmati 1 million atrofida olinadi. Hamma joyda har o'rtacha 1 million hisoblasak. Xo'p, endi galopga ochilgandan keyin navoda endi yoriq chiqsa, almashtirish kerak bo'ladi. Agar yoriq chiqsa, o'sha 200 yo 300 dollarga bitta galopga olish kerak. Rasxod bor. Galopga olish rasxodi bor. Undan keyin galopga priletga endi mayda rasxodlar bo'ladi. Agar galop yorilmasa, где-то 2 million bilan ishni bitirib olsa bo'ladi. Usta haqqi zapchasi bilan galopga yorilmagan bo'lsa 2 milliondan bitadi. Usta haqqi Agar galopga yorilgan bo'lsa, bir 300 dollar atrofida mo'lja. 300 dollar atrofida 300 dollardan ham oshishi mumkin galopga olinadigan bo'lsa. Xo'p, endi qarang. Xo'p, o'zimizda Jizzaxdan chiqayotgan bo'lgular haqida so'rashdi. Ular qanaqa chiqyapti? Xo'p, Jizzaxdan chiqadigan endi ular Zavодskiy gaz chiqyaptimi? yo'q, dizel chiqyapti. Jizzaxdan dizel chiqyapti. Dizel motorlar. Xo'p, bu motorimiz juda prostoyroq motor. U dizel chiqyapti. Dizel chiqadigan motor juda prostoy. Turbina ham yo'q. Oddiy. Oddiygina qishlab ketganda eshik motor qo'yib qo'ygan. Quvvati ham past. Uni gazga olib o'tishda umuman foydasi yo'q. Maslahat bermayman Jizzaxdan chiqqanini. Chunki quvvati past, u tortolmaydi. Turbinasi ham yo'q. Uni olib turib reski bitta motor qo'yish kerak. Bo'lmasa dizelda yursa, agar u motorni umuman gazga qo'yib bo'lmaydi. Maslahat bermayman. Quvvat juda pastlab ketadi motorlar. O'zi kuchi past motorning. Jizzaxdan chiqib turganini. Bu hali 159 sallar qanaqa motor? Qayerdan chiqqan? Propan. Kilogrammlar propan. Chet eldagi. Men mana O'zbekistondagi. Koreyskiyda. O'sha O'zbekiston chiqqan. Endi qarang o'sha ularni o'sha motorlar qo'yish ham qo'ysa bo'ladi, pulni ketar. Qimmat chiqadi, 2,5-3 million atrofida yurishadi-da, hamma joyda. Xo'p, qarang endi masalan, hop bitta odam shunaqa mashinaga motor moslatib qo'ydirmoqchi. Endi sizni necha yillik tajribangiz bor? Xo'p, necha xil motor, qanaqa motorlar qo'yiladi bunga? O'shalar bir qator sanab bersangiz. Masalan, shu mashinani salabka motori bor, misol uchun olib tashlamoqchi, yo'nsa motori qanaqadir motori bor, yog' rasxod qilyapti. Aka endi shuni olib tashlab boshqa baqotroq motor qo'yay deyapti. Shular qanaqa motorlar qo'yilgan shu kungacha misol? Xo'p, hozirgi kunda motorlar juda turi ko'payib ketdi. Mana misol uchun birinchi o'rinda Sarix motor qo'yilgan. Xo'p, Sarixdan keyin Peugeot motorimiz bor. Peugeot motor Sarix o'xshaydi. Xo'p, keyin Santa Fe motorlar bor. Bristol Mercedes motorlar bor. 111 motorlar ham qo'yishgan bir Mercedes. Xo'p, endi 112 Mercedes ham qo'yilgan juda kam u. Hozir kam qo'yilgan 112. Xo'p, keyin hozirgi kunda o'sha Genesis qo'yilyapti, 2 turbo, keyin 308 atmosferni qo'yilyapti. Hop, keyin Kia Carnivalni qo'ysa bo'ladi. Tushunarli, motorlardan qo'yilyapti. Hop, endi qarang, savol. Bunga ichida misol uchun salaka motorim bor meni. 126 130 uchun ichida motori bor. Shuni hop oddiy misol Starixga almashtirmoqchiman. Xo'p, Starixga almashtirmoqchi bo'lsam, Starixni bez korobka qo'ysa qanaqa bo'ladi-yu, korobkasi bilan qo'ysa qanaqa bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bering. Xo'p, nima tomondan? Masalan, bez korobka qo'ysa rasxod qanaqa bo'ladi, pul rasxodi, uni korobkasi bilan qo'ysa yaxshimi yo bez korobka buni o'zini korobkasiga moslagan yaxshimi? Xo'p, endi qanaqa motorga qo'yilishiga bog'liqda. Misol uchun Santa Fe, Starix, Peugeot motorlar bo'lsa, hozirgi kunda ustalardan juda qo'lidan kelib ketdi. O'zining korobkasiga chiroyli qilib moslab berishyapti. Bemalol o'zining korobkasiga qo'ydirsa bo'laveradi. Hozir ustalar qo'li ancha kelib ketgan. Santa Fe, Starix, Peugeot, ya'ni Carnival motorlarga ham qo'yishyapti. Faqat Mercedes motorga buni korobkasiga qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Mercedesga faqat обязательно Mercedes korobkasini qo'yish kerak. Lekin bu Santa Fe, Hyundai, Carnival, Genesislarga qo'ysa bo'ladi o'zining korobkasini. Effekt beraveradi. Xo'p, qarang endi
Yana bitta savol. Qishda bizda gaz yo'qligi hisobiga benzinda yuradigan motorlar qo'yish kerakmi aslida? Shunaqa motorlar bormi? Qanaqa motorlar qo'yiladi bunga? Benzinda ham gazda yuradigan motor. Qanaqa motorlar qo'yiladi? Shular haqida Xo'p, berasiz. benzinda yuradigan motorlar bo'lsa, Mercedes 104 motor qo'ysa bo'ladi, birinchi o'rinda. Yani benzinda yuraveradi. Xo'p, keyin hozirgi kundagi Carnival motorlar qo'ysam bo'ladi. Keyin Genesis 2 turbinali qo'ysam bo'ladi. Agar benzinda yuraman desa, shu 2 litrli turbinamiz benzinga juda ekonomishli qolgan motorlarga nisbatan turbinaning hisobiga. Keyin o'sha 308 Genesis atmosferniy. Ana shu to'ralarini qo'ysa bo'ladi. Hozirgi kunda eng yaxshi ommalashgan motorlardan. Yangi o'sha yangi pska motor. Benzin yurgizib, o'sha 4-paket, 4-avlod metallarni qo'ysa bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. Endi qarang, yana bitta narsa, hali kuni bitta shopir bilan gaplashganimda eshitib qoldim. Xo'p, bunga motor qo'ydik. Qanaqadir endi benzinda yuradigan motor qo'ydik. Aytdingizki, ertadan keyin bu motorni remont qilish qiyin, bloki alyumin dedingiz qaysi bir motorda. Mana bu motorda bloki tugun, ertadan keyin remont qilsa ham bo'ladi dedingiz. O'sha motor qanaqa motor edi? O'sha haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, hozirgi kunda o'sha yangi chiqartirgan Genesis 2 litr turbina motorlarda blok alyuminniy bo'ladi. O'sha yangi yipskada, o'sha yangi hozirgi kunda hamma yangi mashinalarning bloki o'sha alyuminga o'tib ketdi. Ko'p, juda ko'p. Xo'p, o'sha bularda endi keyinchalik remont qilishda galovka boltlari ko'p joy alyuminlik uchun remont qilish qiyin. Nima desam ekan? Shunda yangilab olish kerak. Bir marta, ikki marta galovka ko'targandan keyin o'sha galovka boltlari o'tish boshlab qoladi, rezvalar отказ qilish boshlaydi. Bir marta gizza qilingandan keyin o'sha gizzalar keyingisiga remontga qo'yib yuborish boshlaydi. Asosan motorlar o'sha bir ikki marta galovka ko'tardimi, keyin o'sha motor almashtirish kerak. Ko'p remontga naq bo'lmaydi, yaramaydi. Lekin u eski pska Santa Fe, Sarex motorlar, ular blok alyumin chugun bo'ladi. Qancha remont qilsa ham ko'taraveradi. Biroq yorilib qolmasa agar, keyin bu brustorlar ekan, meslar ekan, bloki chugun bo'ladi. Bular ham qancha remont qilsa ham ko'taraveradi. Bu hozirgi kunda yangicha bu Genesis'lardagi blok alyumin bo'ladi. Shu bularda asosan galovka bolt отказ qilish juda ko'p. Bir marta ikki marta galovka ko'targandan keyin galovka boltlari savat qilish boshlaydi. Agar valvlarni ham yechib remont qilsangiz, karmnoylarni ham отказ qilish boshlaydi, shunaqa. Xo'p, qarang. Xo'p, oldingi videolarimizda ko'pchilik savol qoldirgan ekan. Instagramda, YouTube'da. Ular sizlarda ham savol bo'lsa, kommentariyaga qoldirsalar, bundan keyingi videoda o'sha savollarni o'qib beraman, ustidan javob olaverasizlar bemalol. Xohlasalar o'sha Telegram kanalimiz bor, gruppamiz bor, mana shu yerda qoladi silkasi, xohlasalar o'sha yerga savol bersalar ham bo'laveradi. Xo'p, oldingi videodagi savollarni o'qiymiz, xudo xolasa, qani boshladik. Xo'p, $3000 zavodskiy propan 159 motor qo'ygan yaxshiroq. 4 tonna bilan perivalga bemalol chiqadi deb yozib bitta ekanmiz. Shunaqami? 4 tonna bilan qiynaladi lekin. 4 tonna ko'p. 159 talik propan. 159 tanda qanaqa motor bo'lsa ham Porter deya 4 tonna perivalga deganini yozib qo'yadi. Xo'p, keyingi savol. Rahmat ukajonlar, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, zo'r gap yo'q. Rahmat ustaka, yaqinda boraman, omadingizni bersin. Xo'p, zo'r ma'lumot, Alloh rozi bo'lsin. Narx osmonda ekan. Endi u paytdagi narx bilan hozirgi paytdagi narx o'zgaruvchan bo'ladi. Bugungi endi narxlarda o'z ko'pchilik aytishadi. Masalan, biz asosan Mercedes motor qo'yapmiz, Mercedes, Genesis motor qo'yapmiz. Bu motorlarga 2,5 mingdan 3 mingga chiqib ketadi. Endi men asosan shu motorlarni qo'yapmiz hozir, yangi yurishga, benzinlarga yurgizib. Boshqa joylarda ko'pincha Sarex, Santa Fe motorlar qo'yishyapti. Bular $2000 atrofiga yurib chiqadi gazga. Endi biz qo'yib turganimiz 2,5 mingdan 3 minggacha yurib chiqyapti benzinga. Sababi ularda benzin yurishmayapti, Sarex, Santa Fe'larda oddiygina o'sha prostoy qilib, tramblor qilib gazga solib qo'yishyapti. Shuni hisobiga uning narxlari arzon chiqadi. $2000 atrofida yurib chiqadi ular. Biz endi kakpolojni zavodskiy o'zini benzinlarga yurgizib, kompyuter kabellarni o'zini zavodskiy kompyuterlarga qo'yib, obzatni hamma uchun cho'tka qilib yig'ib yurgizganimiz uchun narxlar qimmatroq. Obzatni biz benzinga yurgizib beramiz. Endi tashqarida ko'p joylarda gazni o'ziga uстановка qilib berishadi. Tramblor qilib kompyuterga qo'yishmaydi. Shuni hisobiga bizdan injin narxi qimmatroq. Hamma joy kompyuterlar qilganimiz uchun. Qimmat deganlarga sababi shu ekan. O'sha sababi o'sha kompyuter kabeli o'ziniga zavodskiy holatda yurgizib bergani uchun qimmatroq chiqyapti ekan. Qimmat deb yozganlar bor ekanda. Xo'p, keyingisi mana qimmatchi usti ekan deb yozishibdi. Yana video qiling, mana qilyapti xudo xolasa.
Assalomu alaykum aka, shogird olasizmi debdi. Shogirdlar olinaveradi farqi yo'q. Ishga qarab, xudo Ha, xohlasa ishga ishdan qochmaydigan bo'lsa, Ha. xudo xohlasa. Yangi Hop, so'm. nomeringizni yozing debdi. Nomer qoldiramiz. Kommentariyaga qaratsangiz nomer qoldiramiz, videoda ham qoladi. Hop, narx muncha baland deb deyishibdi. Akalar, Gazelga qanaqa motor tavsiya etasizlar? Xo'p, Gazelga ozgina ma'lumot bering. Gazel haqida ham bir video qilamiz, xudo xohlasa. Qisqacha. Hop, gazel Qanaqa olgan bo'lsanglar o'sha motorini almashtiringlar, keyin qutulasizlar. Ha. Hop, ekan ishlayverga Karnival 207 gaz rasodlari bir xil bo'ladi, o'ziniki bilan. Mesni yo'lga faqat. Domali Perivalga, tog'li hududdagi boshqa Mesni yo'lga 207. Hop, agar tog' boshqa bo'ladigan bo'lsa, Mercedes bo'lmasa Genesis. Yo, menga bosgan uchadigan deydigan bo'lsa, Mercedes 113 qo'yish kerak, 8 dan. Narxi qimmatroq bo'ladi. Gaz rasod, benzin rasod ancha baland bo'ladi, lekin ekkanini qiladi. Gazelga ham xudo xohlasa отдельный video qilamiz. To'planib turgan savollar bor, xudo xohlasa. Hop, keyingisi eng yaxshisi Starix motor. Starix motor. Shopirlar bu motorni hammasi biladi, xalq taniydi. O'sha necha yildan beri qo'yilib turgan motor Starix. Endi bu ham bitta o'rnashib qolsa zo'r. Yaxshi tomoni soddagina motor. Juda ko'pchilik ko'raveradi, ko'p ustalar. Bu qiynalmaydi, soddagina motor. Hozirgi kunda zapchasi ham juda ko'payib ketgan motor. Hop, Starix motor Andijonda $1300 ga o'rnatib berishadi deb yozishibdi. $1300 ga qanaqa motor o'rnatisharkan hayronman, lekin Koreyadan kelgan motorni o'zini narxi 5 korobka $1300. Endi motorni o'zini oladi. Koreyadan kelgan motor turibdi, 5 korobka $1300 narx. Endi qanaqa motor qo'yib berishgan ekan bilmadik. Xo'p, Genesis 2lik Jizzax Bongoga korobkasi bilan qanchaga tushadi? Ustanovkasi-yu, yurib chiqish kompyuterlari bilan endi o'sha seli rasotini aytavering, o'rtacha hisobda. O'rtacha $2800 atrof. Polni motor, kompyuter, radiator hamma yoqqa almashib ketadi. Lekin ertaga bu narx o'zgarishi mumkin. Ta bugun shunaqa ekanini telefon qilib bunaqa edi-yu deb haligi qiladigan odamlar bor. Bo'lishi mumkin, hozirgi kunda narxlar pastlayapti Genesislarga. Hozir balandidancha, endi hozir ko'paygani uchun sekin-sekin pastlayapti. Hozir bu oldin 3000 atrofida bo'lib turadi, endi 2800 atrofida bo'lyapti. Keyinchalik yana ham 2,5 mingdan bo'lib qolishi mumkin, ya'ni motorlar kelsa. Xo'p, qaysi motor ko'p probeg yuradi? Ya'ni ancha vaqt moy yemasdan yuradi. Bu haqda ma'lumot bering, iltimos. Bu endi asosan bu shopir o'ziga bog'liq, motorda jigarini ezmasdan, yukni normalniy yuklab, qiynamasdan yursa, masalan, oddiygina Starix motorda ham, trambil oddiy. 3 yildan beri yurgan shopirlar ham bor, qo'l tegizmasdan. Misol uchun, o'ziga gaz qo'ygan motorlarda yurgan odamlar ham bor-da, 2 yil. Salaka gaz qo'ygan akalar ham bor, 2-3 yil korobka sorgan yo'q, turbinasi ketgan yo'q. Faqat shopirda o'ziga bog'liq. Hamma motorlar yursa. Keyingi savol. Assalomu alaykum usta. Hyundai Porterga necha metrgacha bortini uzaytirsa bo'ladi deb yozishibdi. Endi standartdan ko'p qilganimcha qiynalib qoladi. Keyingisi Mers 111 motor necha pulga tushadi korobkasi bilan? Xo'p, Porterga? Ha, Porterga 111 motor. Unga Mercedes korobka qo'yiladi. Xo'p, u motorni o'zi $1000 atrofida, ob'yomga qarab, korobka, Mers korobkalar qimmat bo'ladi. Bu ham benzin yurib chiqadi, o'zining kompyuterlari qo'yiladi. Bu ham 2,5 mingga borib qoladi. Lekin quvvat pastroq motor, to'g'rimi? Tavsiya Perivalga maslahat bermaymiz. Agar Mesnida bir o'zining ishi yengilroq yuk bilan yuradigan bo'lsa, ekonomishli motor lekin. Benzin tomonlama, gaz tomonlama ekonomishli. Qiynalib qolmaydimi motor? Faqat Mesnida. Adumga qiynaladi. Xo'p, keyingisi. Assalomu alaykum usta aka. Isuzu motor qanchaga tushadi? Shu haqida yozing. Qanaqa mashina ekan? Shu hozir Porter mavzusida. Porterga Isuzu motor. Hali Porterga qo'yib ko'rganimiz yo'q. Gazelga qo'ydik. Gazelga $2900 atrof yurib chiqdi. 2,5 tonnali zavodskiy LPG motori. Hop. Konditsioner ishlaydimi? Porterda. Hozir Porterdan bo'lgan haqida. Konditsioner motor qo'ysangiz, qanaqadir motor qo'ysangiz, konditsioner ishlaydi. Ishlab turgan bo'lsa, yangi motor qo'ysangiz ham ishlab beramiz. Tushunarli. Xo'p, assalomu alaykum. Changanga qanaqa motor qo'ysa bo'ladi? Metanga chidamlisi. Xo'p, Changanga hali o'zimiz qo'yib ko'rganimiz yo'q. Endi eshitishimiz bo'yicha Nexia Sonus motori qo'yishyapti. Ana qo'ysa bo'ladigan. 5. 12 talik Mers korobka qo'ysa bo'ladimi deb yozishdi. Bunaqa korobka ishlaganmiz lekin balki xatolik yozishgandir, keyin kelayotadi, boshqa narsa deyishmoqchidir. Xo'p, ikkinchi fotoga o'zgardimmi? Xo'p, ukalar eski motorni korobkasi bilan skidga qilib olib qolishadimi? Kelishilgan holda oldindan rahmat. Endi holatiga qarab olib qolinaveradi. Endi ko'rish kerak, ustida dogovor qilinadi.
Assalomu alaykum aka, 126 motorni olib qolasizlarmi? Yaxshi bo'lsa aka, Perivalga chiqaman. Avtomat bo'laradimi? Genesis yo Mersni motorini qaysi biri avtomat bo'ladi? Avtomat tavsiya berasizlarmi o'zi Perivalga? Xo'p, birinchi savol o'zimni 26 motorni olib qolasizlarmi deyapti. Xo'p, u motor aniq gazda. Buni olib qolishimiz kamroq. Agar saraga olib qolsa, saraga holatda bo'lsa qo'rqmay olib qolaveradi. Gaz holatda bo'lsa olib qolishimiz ehtimoli kamroq. Endi osiga ham arzonroq pulga olib qolamiz. Sababi gaz yurgandan keyin 99% galopkasi ochsak, yorug' chiqadi. Uje sotgandan hech narsasi yo'q. Xo'p, Perivalga Mercedes ham, Brewsterda ham, Genesis ham avtomat galopka bor. Lekin Perivalga tavsiya bermaymiz, faqat Perivalga mexanika bo'lsin. Hop, oxirgi savolimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Usta aka, Hyundai Porter 133 larni motor remont ustahaqqi qancha bo'lyapti? Iltimos aytib boring. Endi bu yerda qanaqa remonti haqida aytilmagan, yo'q rasxotidan galopkami boshqami? Endi bu ham nollar remont qilsangiz, misol uchun, endi bu ham holatiga qarab aytyapman. Misol uchun ochsiz tars etadi, galopkasi yorug' chiqsa, $300 qo'shilib qoladi. Endi yo'q rasxotini misol uchun galopkalar hamma sog' bo'lsa, bir Gizza Porsche boshqa qilinsa ham 7-8 million pul ketib qoladi. Xullas, siz bilan usta bilan bo'ldik. Savollaring bo'lsa shunga o'xshash. Hyundai Porter, Kia Bongo, asosan o'sha Hyundai Kia ustasi, Kia Carnival, misol uchun Hyundai Starex, shunga o'xshagan mashinalar. Shu motor sohasida, kolovka sohasida savollaring bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring yoki o'sha Telegram gruppamizga o'tib qoldirsalaring, savollaringni xudo xolasa javob beramiz. Keyingi videolarda o'sha bugungi videoga qoldirsalaring savollaringni keyingi videoda xudo xolasa o'qib javob beramiz xudo xolasa. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Usta sizga ham rahmat.